Süzüklüki yuqori bo'lgan eng yangi Uyg'urcha ovozliq nodir filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Filmxumar Süzük Film to'riga kiring. To'rbat adresimiz www.filmxumar.com. Bana yardım qilib, ish o'gitib, maslahat berib turg'ashqa, men bugünkidek kunga ega bo'ldim. Men vijdon degan so'zni qandoqmi unutib qolay? Amaliyotda men bir naxshchi qiz. Sizning bugungi kuningiz butunlay o'z tirishchanligingiz orqali qo'lga kelgan. Şafa, siz bana nisbeten aytganda hergiz oddiy qiz emas. Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, mening bugungi kunim bo'lmagan bo'ladi. Şafa, mening qalbimda uzundan buyon sizga demoqchi bo'lgan bir og'iz gapim bor. Men sizni yaxshi ko'raman. Ko'nglimdagi gapni qilsam, qalbim boshdan oxir ziddiyatga to'lib ketdi. Men sizning bugungidek natija qozonishingizni umid qilaman. Biroq men sizning aslidagi holatingizni yaxshi ko'raman. Şafa, gapimga quloq soling. Men o'zgarganim yo'q. Xotirjam bo'ling. Men yana aslidagi mo'rinjin. Obdan 90. Ma'qul, ma'qul.
Tağa, bo'ldi demeyla. Bu işni biz qilaylik. Ehtiyot qiling. Avaylab men. Diqqat qiling. Avaylanglar. Diqqat qiling, ha? Avaylanglar. Qani. Chinaka. Chinaka, ko'zingizni eching. Ko'zingizni eching deyman. Chinaka, sizga nima bo'ldi? Sizlar nima qilmoqchi? Ish qilaveringlar. Chinaka yaralandi. Ne bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Ha? Chinakam yaralandi. Uni doktorga olib berish kerak. Tez ish qil. Nimaga qarab tursa? Tez bo'l, tez. Ishchilarni o'lib berilishi bilan qaranglar bilan yo'q. Ishingni qil. Nima deyapsan? Ishingga bor. Bor. Sizlar mutahamna qilmoqchimi? Sizlarda odamgarchilik degan narsa bormi yo'q? Biz atqaldek ishchilik azg'ini qilib bersizlar. Ishingga bor, ha? İşçiler işbaklaşaydı. Namam tizimga qarshi turayli. Chinakam yolsuzlik bilan ishni boshlatganligiga norozilik bildirmayman. Kirgil qo'y. Ko'pchilik yo'qlar. O'qirayli. İşçiler işbaklaşayli. Namam tizimga qarshi turayli. Chinakam yolsuzlik bilan ishni boshlatganligiga norozilik bildirmayman. Ko'pchilik yuringlar. Ko'pchilik tez bo'linglar. İşçiler işbaklaşayli. Köpçilik, teşninglar. Hammanglar o'tiringlar. İşçiler işbaklaşayli. Namoyiq ish tizimiga qarshi turayli. İşçiler işbaklaşayli. Chinakamni yo'lsizlik bilan ishni bo'shatganligiga norozilik bildirmayman. İşçiler işbaklaşayli. Namoyiq ish tizimiga qarshi turayli. İşçiler işbaklaşayli. Namoyiq ish tizimiga qarshi turayli. Tez bo'l, bu yoqqa tush. Agar sen tushmasa biz chiqamiz. Ko'pchilik, ular tushmasa biz chiqaylik. Tez bo'linglar, tez. Yuringlar. Hammamiz chiqaylik. Nima qilg'ili kelishding? Ha? Chinakam bu yerda 10 necha yil ishladi. Hozir u ish ustida yaralandi. Uni davolatish tugul, ishdan bo'sh turibsizlar. Bu tizim muvofiq emas. Shundoq, uniga muvofiq to'lam berishinglar kerak. Bo'lmasa biz hargiz ish qilmaymiz. Hammang yo'qlash. Senler öktemle kılıvatsı. Köpçilik meblek karanlığa olmuşsun. Öz yayınlarda oturunlar. Fikrimizde çın turaylı. Kaytıp gelişimde kütünlar. Muhakamını yanına berip girey. Hep toktap dur. Xo'jayin, kelib keting. Bakiyalo. Aku xatirda kula. Bakiyalo. Aku xatirda kula. Bakiyalo. Xo'jayin sizlarni darhol ish boshlasin. Bo'lmasa ishdan haydayman deydi. Kel bu yoqqa. Aka, ular keldi. Muaka. O'ltiringlar. Muaka, bu yapıllıqlar. Bo'ldi demayli qo'ying. Men hammani uqdim. Bu yapıllıqlar odamni mushundaqmi buzaq qilamdi. Ularning kuchi bor, puli bor. Biz ishchilarni xohlagancha buzaq qilishidi. Muaka. Faqat sizlar bizga yordam qila olasiz. Bo'pti. Bu ishga aralashqanim aralashqan. Muaka,
Ondaqda biz sizga tayinimiz. Bo'ladi. Xotirjam bo'linglar. Bu ishni menga qo'yinglar. So'shjon. Rahmat sizga. Tez, şuna, tez! Orada dur, tez bak, orada dur! Doktorlar, tez bak! Doktorlar, orada dur, tez bak! Doktorlar, köpçülük, doktorlar! Orada dur! Oturunlar! Dostlar, sizlarning xo'jayininglar bizga uqtirish qildi. Sizlar ishlashni rad qilibsizlar. Sizlar mening nasihatimga quloq solib, bu yerdan darhol ketinglar. Yo'q, ketmaymiz. Qarindoshlar, ochsinglar. Xotirjam bo'linglar. Sizlarning o'chinglarni cho'qim ep berma. Omay誰か Men ishchilarning manfaati uchun sizlar bilan so'zlashgili そ keldim. れは探問しに来たのですみんなとこう行きたいか重要なことだしかし我の工場では彼らにやられてはいけない Mo efendi, Shandiyan efendining qarashicha, ishchilarning nada ishlashi bilan uning kari yo'q ekan. Biroq bu zavod ularni xohlagancha askarlik qilishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Nima, kim askarlik qilibdi? Askarlik qilyapqansa yo'qmi? Ishchilar ish ustida yaralansa, muvofiq to'lab berishinglar kerak. Bu degan qilsig'maydigan ish. Sizlar muttahamlik qilib, qoidaga buzg'unchilik qildinglar. 我々の日本人の工場では日本人の規則もちゃんとあるよ余計なことするな Yapıllıklarning zavodida yapıllıklarning qoidasi bor. Mo efendi ortiqcha ishlarga aralashmasin deydi. Men ortiqcha ishlarga aralashibdimanmi? Mushundoq qilsang, zavodingda ishlashga odam kelamdi. お金さえあれば問題ないや Xo'jayinimizning puli bor, cho'qim ishchi topalaydi. Bo'pti. Men qarab boqay. O'sha bir necha sesiq puling bilan qanchalik ishchi topalaydi ekansa. Tez bo'l, ular ishga kelsin. Hech qaysi kelgin olmadi. Sendan qepi. Shandiyan apandi sizni ko'proq hamkorlik qilsa, zavodimizning normal ishlab chiqarishiga yordam bersa deydi. Shandiyan efendi. Tönügün 3-4 ayol ishchi xizmatchi ishga kelgan edi. Bugun birisimi kam edi. Efendim, 2 kun bo'ldi. Ishchilar ishga kelgani unumadi. Ularni hech narsadan topolmadik. 見つからないので Xompa, shunchalik ishni qilolmadingmi?
Hammasi Mo'rg'injinning ishi. U ishchilarga uqtirish qilib ishga kelgil qo'ymabdi. Har qancha pul xajlasakmi, ishchilar ishga kelmaydi. それはモーという人のせいです。 Hunper! Şendan efendi, Çin akının davalanish chiqimlarini to'lab berishdan sirt ishchilarning huquqiga kapolat qilgandilar. Ondan u o'ttirg'i chiqib, bu masalani hal qilib berdi ekan. 山田先生、山田先生、労働者の権利を保障する以外は絶対に問題を解決できません。 Kiring. Mo efendi, O'ltiringlar. Mo efendi. Şendan efendi, sizlarning talabinglarni qondirdiganligini bildirdi. Men buruni aytgan, sizlar yaponiyaliklar biz jingoliklar bilan elishib foyda olmaysizlar. Faqat sizlar ishchilarning talabiga ma'qul bo'lib, ziyanni to'lab bersanglar, Chin akini qaytirib olib kelsanglar, hamma ish hal bo'ladi. Hammasi shunday qilaylik. Bo'pti. Bu qitimki vaqa orqali bilib olinglar. Bu degan Jungu zimini sizlarning xalqinglarcha askirlik qilishinglarga ruxsat yo'q. Junguliklarning qalbi mangu bir. Hozir vaziyat bak murakkab. Jungu hukumati Hanko, Dujang ikki joydagi konstitutsiyani qaytarib olmoqchi bo'lyapti. Shanxayni tutib turish qiyindek turdi. Bey Aksakal, Shanxayda sizdan boshqa odam menga yordam qilolmaydi. Menga yordam qilmamsiz. Faqat amal yo'qmi emas. Qani, qanday shartingiz bor? Konstitutsiyani qaytarib olish xabari taqsirga oshkorlanmadi. Hozir ishlasingizmi ulguralaysiz. Biroq sizning nurliq mal iskilatingiz qarzga bo'g'ilib ketdi. Paychek taqtishingiz qiyinga tushdi. Uning ustiga hech qancha pulga yarmaydi. Hozirgi bozor ahvolidan qaraganda, eng ko'p bo'lganda 10 million sarkimishga yarishi mumkin. Bankidan ham boshqa yerdan olgan qarzni dasmayni qaytargandan keyin hech qancha pul oshmaydi. Uningdan boshqa ishchilarga paravollik puli, maosh taqib berish kerak. Ondaqda menga hech narsa qolmaydi ekanda. Shanxay sahili tavakkulchilarning so'rdi. Hamma yeri oltin. Ishning qanday bo'lishi sizning aqlingiz ham jigiringizga bog'liq. Bunda qilaylik. Mablag' ham aloqa ishtirda mas'ul yo'q. Faqat biz hamkorlashsaqla, suni leyitib, beliq tutib, nab olalaymiz. Qandaq? Hamsa siz Bey Aksakalning yuz obro'yingizga qaraymiz. Biroq ish bitgandan keyin biz 4-6 ish bo'yicha yuqori bo'lgan eng yangi uyg'urcha ovozli nodir filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, film Xumar suzuk film to'riga kiring. To'rbat adresimiz www.filmxumar.com. Nima? Meni qarshi olmamsiz?
Nədir ne? O'ltirishga taklif qilmamsiz? Qarang, hamma qilib turib qaptimi? Qani o'ltiring. Bu bag'aqni sizga ep keldim. Siz beyxinimni bağaq to'shig'ili soladigan qandaq obro'li odamkan u. Nima deydigansiz? Bugun dadam bag'aq taqitib ekan. Qarasam sizning bag'aqingiz bor ekan. Shuni alaydan sizga ep keldim. Siz de menga rahmat etmedingizmi? Rahmat. Mehmon chaqirish. Dadingiz qachon mehmon chaqirdi ekan? Bilmayman. Qandaqla bo'lmasin siz cho'qim berishingiz kerak. Men dadamga va'da bergan. Undaqda cho'qim berishim kerak-kanda. Albatta. Bayaq saqal, yaxshimisiz? Mo'inim, qarshi olaman. Qadam tashrif qilganingiz uchun men bek sharaf his qilyapman. Rahmat. Qani, o'ltiring, o'ltiring. Qani. Ko'pchilik, tinchlaninglar. Hozir Mo'gin efendi planini e'lon qilib bersin. Qani. Rahmat. So'd sanoat sohasidagi ko'pchilikning qadam tashrif qilganligiga rahmat. Mo'gin oilasi Shanxayda ko'p taraflama korxona qurmoqchi. Ko'pchilikning qo'llashini umid qilaman. Ko'pchilik rahmat. Şirketimiz Şanghay bazarlarını güllendiriş, savdo sanoat sohalariga kuch chiqarish uchun pay cheki taqish bilan bir vaqtda yana zoyum taqatmoqchimiz. Ko'pchilik diqqat qilinglar. Zoyumda kumush degan xat yoziqliq. Shunga kumushga almashtiriladi. Bu zoyum hargiz pul paxalligining ta'siriga uchramaydi. Mablag' sog'uvchilar qat'iy kafolatga ega qilinadi. Rahmat. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat. Sizlarning Jungoning puli muqim emas. Shirkatimiz taqatgan zoyum Shanxayda. Shundaqla butun Jungo doirasida birinchi o'rinda turadi. Biz ko'pchilik bilan o'z odam bo'lganimiz uchun pay cheki ham zoyumni bu yerda o'ltagan mehmonlarning oldini ola setib olish huquqi bo'ladi. Bu efendi, bu ish ishonchlik mu qandaq? Men bu ishga nisbatan bir nima deyamayman. Li efendi, yana o'zingiz bir qarorga keling. Nurliq mol islohoti xalqaro kapital guruhi. U butun dunyo bo'yicha 10 necha davlatga mablag' solgan. Meningcha u haqiqatan ismi-jismiga loyiq. Ben çıkaramadım. Ben tövbe alayım. Ben bir mama ben 500 dolar 500 dolar. Ben 500 dolar. Ben çıkaramadım. Ben çıkaramam mamayı da efendi. 500 diyorum 500 ne? Ben 600 dolar ben 800. Ya ben 600 dolar mı? Ben vallahi Ben alayım ne? Bana çıkaramadım. Ko'pchilikka rahmat. Qani hammanglar qadah ko'taraylik. Rahmat. Ko'pchilik rahmat. Lina, sizdan chichu. Mo'inim.
Sizning hoşunuz yok mu? Bey Aksakal, benim zayım soğutusundan haberim yok. Sizning yüzünüzni qilib, azroq ep qo'yay. Yaraysiz, kashkin kelsiz, götüreyli. Hürmetli dostlar, tezgini pay çeki setip olanglar. Bu beyişning yaxshi fursati. Dostlar, dikkat qilinglar. Beyişning yaxshi fursati keldi. Tezgini setip olanglar. Hürmetli dostlar, ben bu kişini sizlerge tanıştırıp koyay. Bu kişi şirketimizge yeniden kelgen lider Morgan Efendi. O hazır sizlerge şirketimizden yeni planını tanıştırdı. Biz Amerikalıklar, sizler Cunguluklarning menfaatini ko'zlaymiz. Hozir o'rtaq menfaatimiz uchun şirketimiz bütün ishchi xizmatchilarga pay chek setishni qaror qildi. Bu pay cheki 6 ser kumush bir pay hisoblanadigan pay cheki deb atiladi. Uning o'simi nihoyatmi yuqori. Ko'pchilik tezkilib pay cheki setib olinglar. Pay cheki setib olsanglar, zavodimizning pay cheki hisoblanasizlar. Har oyda foydaga erisha olasizlar. Ming yildimi bundaq foydaga erisha olmaysizlar. Qancha ko'p olsanglar, shuncha ko'p foyda topasizlar. Azroq olsanglarmi, o'xshash foyda topasizlar. Şirketimizning e'loni foydadan hamma odam teng bahramand bo'ladi. Birisimi qilib qolmaydi. Bu tarixda tunji qatimlik ish. Mablag' solsanglar hammalar foyda topasizlar. Bizde pul bo'lmasa qanday qilamiz? Şirket pensiya pulini oldin taqtidi. Ko'pchilik tekshiringlar. Gapimga quloq solinglar. Hozir bosh lider Morgan Efendi ko'pchilikka pay cheki setilish usulini tanishtirdi. Biz Amerikalıklar sizlarning manfaatinglarni ko'zlaymiz. Faqat sizlar nurliq pay cheki setib berishni xohlasanglar, biz har biringlarning yeshinglarni asos qilib, pensiya rasxodinglarni darhol qulinglarga taqtib beramiz. Onun üstüge yana her ayda üsüm alaysizlar. Onun üsümü bankining üsümidan yuqori. Ha? Qani do'stlar, setib olinglar. Ha? Ha, qani do'stlar. Ha, elinglar. Do'stlar, setib olinglar. Pay cheki setib olinglar. Ha? Bu pay cheki sizlarning manfaatinglarga kafolatlik qiladi. Ha, qani. Götüreyli. Bugün dumbak ovozi yangrab edi. Pulga ko'milib ketdik. Bu aqlni siz bey oqsoqol ko'rsatgan edingiz. Yo'q, u aqlni men ko'rsatmadim. U aqlni Dajilon efendi ko'rsatdi. Qani, Götüreyli. Bey Aksakal, pasport bilen desmaye bunun içinde. Morgan, bizden alakamiz muş yerde tügüdü. Bundan keyin münasebetimiz yok. Bu sizin pasportunuz hem pulunuz. Siz derhal Şanghay'dan gidip elin. G'amxo'rligingizga rahmat. Aldamcı. Bu aldamcılık. Aka, Çin akam özünü öldürüptü. Neymiş boptu? O barlıqtın sepılığı nurluq mal ıskılatının pay çekini setipaptı ki. Mana emdi. Yürü, kürüp bakaylı. Qanda, yaxşı boptu bu. O bulamay qaptı. Çinaka. Şarq şimal yolcusu. Benim maşinam bilen Çinakine derhal doktorga qayıp beri. Tez bulu. Maqul. Çinaka.
Chinaka. Yenge, ko'nglingizni buzmang. Yenge, sabr qiling. Yenge, ko'nglingizni buzmang, o'zingizni tuting. O'tgan qatim siz qutqazgansınız. Endi biz bu bir necha vara quruq qog'ozni qoldik. Endi biz qanday qilamiz? Men bu jonni so'ydim. Meni qo'yasizlar. Yenge, o'zingizni tuting. Bunda qilmang yenge. Oldi bilan bu pulni olib turing. Yenge, bunda qilmang. Buni olib qo'ying. Buni eling. Yenge, buni hajlab turing. Ko'nglingizni buzmang yenge. Ko'nglingizni buzmang. Ko'pchilik qaytib ketinglar. Qaytib ketinglar. Hammalar qaytib ketinglar. Qaytib ketinglar. Bo'ldi, tinchliklar. Qaytib ketinglar. Tinchliklar. Aldamchilar. Varqirashmanglar. Qaytib ketinglar. Qaytib ketinglar. Qaytirib ber. Aldamchilar. Tinchliklar. Sizlar qaytib turinglar. Sizlarning bo'shinglarni sotib bir taraf qilamiz. Qanday? Kolunu tartış! Hemen Jim Troş! Jim Troş! Hemen Jim Troş! Hemen Jim Troş! Yürün lan, biz gidelim! Yürün lan!
To'xtash! Qadaq qilamiz. Soqchi idorasiga olib boraylik. Ketma. Efendi, to'xtab turing. Savolimizga javob bering. Javobimizga javob bering. Uzun so'rab baqay. U girim qilib olgan moginni qanday tutib olgandingiz? Bu intayin o'ng'ay. U chet ellik. Men uzun burunlarga alayda diqqat qildim. Shuning bilan uni tutib oldim. Siz yorilibsiz, shundaqmi? Shanxay fuqarolari uchun aldamchini tutib yaralansam, hech gap emas. Sizningcha sotning shunday hukm qilishi to'g'rimi? Sotning mal iskilatini kim oshida qilib setib, qarzni qaytarish hukmi muvofiq. Biroq bir qism pulni qaytarib olib bo'lmaydi. Bir qism paychiki sotib olganlar uchun balkim odillik emas. Undaqda paychek sotib olgan uşaq fuqarolar ziyon tatidi ekanda. Men amal qilib ularning ziynini to'ldirib beraman. Efendi, to'xtab turing. Endi savolimiz solmizda. Efendi, to'xtab tursiz. Nurluq mal iskilatining ishchilari. Yo'q. Nurluq mal iskilatining paychiklari. Gerçi çoğ aldamçını tutib olgan bo'lsaqmi, sotning hukmi bo'yicha Moginning bankidan olgan qarzi ham barliq paycheki satgan pulning soni Nurluq mal iskilatining bahosidan zo'r darajada oshib ketgan. Süzüklüki yuqori bo'lgan eng yangi Uyg'urcha Undan ovozli boshqa nodir filmlarni ko'rmoqchi qaytirib olgan pul va asliligini tushunmoqchi bo'lsangiz, film 40% ga to'g'ri keldi. to'g'ri kiring. Bu zot To'rbat adresimiz Shuning uchun film Xumar Ticket qisqa vaqt ichida har xil qarzlarni qaytarish mumkin emas. Endi qanday qilamiz? Qanday degan gap bu? Qanday qilamiz? Qanday degan gap bu? Qanday javob qilamiz? Shuni deyman. Qanday bo'lgani bu? Biroq aldab ilib olgan pullarning bir qismi ko'pchilikning pensiya puli. Biz ishchilarga nisbatan aytganda bu pullar biz ishchilarning jon beqish pulimiz. Shuning uchun men Nurluq mal iskilatini ko'pchilikka qaytarib berish qaroriga keldim. Keyin sud pulni qaytarib olgandan keyin bu pulni mening hisobimga oldirma.